Qozog'istonda o'liklarni yoqish usuli yo'lga qo'yildi. Mamlakatning Olmaota shahrida Qozog'istonning birinchi krematsiya usuli faoliyatini boshladi. Ommaviy axborot vositalari ma'lumotlariga ko'ra, u an'anaviy dafn marosimiga ixtiyoriy muqobil sifatida yo'lga qo'yilgan. Mazkur majmua 2 krematsiya pech bilan jihozlangan bo'lib, ko'p bosqichli tozalash tizimlaridan o'tadi. Bunday jarayonda hid va tutun kamayadi. Birinchi krematsiya jarayoni taxminan 2 soat davom etadi. To'liq yuklanganda bitta pech kuniga 8 tagacha krematsiyani amalga oshirish imkoniyatiga ega. Murdalarni yoqish uchun pechlar tayyor holatga keltiriladi. Kerakli holatga keltirish uchun pechlarni tayyorlash va yoqish 35 soatgacha davom etadi. Yoqish marosimidan oldin shaxsning ma'lumotlari aniqlanadi va tekshiriladi. Shundan so'ng krematsiya jarayoni amalga oshiriladi va murda yoqib bo'lingach, kuli uning yaqinlariga beriladi. Murdaning oila a'zolari va qarindoshlari uchun vidolashuv va kutish xonalari ham mavjud. Mazkur usul fuqarolarning shaxsiy, madaniy va diniy xususiyatlarini hisobga olgan holda tanlash imkoniyatlarini kengaytirishi bildirilgan.